Shu kvartiramiz sotiladigan iç holatlarini ko'rib qo'yinglar. Vay do'stlar, mana shu turishlar, shunaqa dizaynerskiy remontlari bilan, ichidagi jihozlari bilan, mashalloh, spalnilarda polni mebelli naborlari bilan turish sotiladigan, ammo bunaqasi bo'lmagan. Bu tomonda oshxonamizni polni jihozlari shu turishi bo'yicha sotilar ekan do'stlar. Assalomu alaykum o'zimni do'stlar, hurmatli vatandoshlar. Uy olaman deb yaxshi niyatda yurgan o'zimda do'stlarimga o'ta so'nggi variantda Qirg'iziston o'shari hammamiz bilgan Qurmonjandarqa ko'chamizga kirib kelganimizda so'l joqdagi Yasin kafedan ozgina o'tib bu joqda ko'rsating Tabaka sentrga yetmasdan Anjan ko'chadagi o'ng qo'ldagi birinchi qurilgan zamonbop qurilgan domlarimizni aynan shu ko'chamizga qaragan tomonidan, ya'ni 14-etajdan 2 komnatalik 56,5 kvadratdan iborat. Ushbu kvartiramizni 1 kvadratini $1130 qo'ydik do'stlar. Faqatgina e'tibor berib qo'yinglar, xuddi shu rasmda ko'rgan holatinglar bo'yicha, ya'ni ichidagi jihozlari, televizori hattoki shunaqa yangi, hali hech kim yashamagan 0 probeyda yangi remontlari bilan bo'ladi. Buni kecha kuni o'zimiz reklama qilgan Zero Max atindagi dizaynerskiy studiyaga zakaz qilinib, pullari ham hamma yo'q to'langan, ish jarayoni ketyapti. Kelayotgan mana oktyabrimizni oxiriga o'tib domimizni remonti topshirilar ekan. Xuddi shu rasmda qanday bo'lsa shunday holatga do'stlar. Bu ustalar ham oddiy ustalar qilmayapti. O'zimiz reklama qilgan professionalni Toshkentdan kelgan, ya'ni dizaynerlarni zo'rlarni proyekti chizilgan va shu o'ziga tegishli ustalarimiz tomonidan qilinayotgan domlarimizni mana oktyabr oxiriga bitib qolar ekan. 1 kvadratini $1130 qo'ydik. Xudo xolasa yana ozgina kelish yo'llari bor. Telefon nomerlarini beraman, ammo buni yangilik desa bo'ladi. Xudo xolasa uy olaman deb yurgan do'stlarimizga yaxshi variantda bo'lyapti. Telefon nomerlari 0556 bilan 58 28 28 0556 58 28 28 do'stlar, shu nomerlarga yangra qayrilib mana bunday tayyorroq uylaring bo'lsa, do'stim, bunday tayyorroq endi zamonboplardan keladigan do'stlarimizga o'ta so'nggi variantda ko'ryapsiz, shunaqa dizaynerskiy zamonbop qurilgan remontlari va o'zimiz domimiz ham shunaqa pishiq holatda. Hammamiz bilgan ushbu domimizni 14-etajda bo'lyapti. 15-etaji mansard bo'lib qoladi. E'tibor berib qo'yinglar, 14-etajimiz обычный o'zimizning etaj va 15-si mansard bo'lib qolar ekan. Lift endi hamma sharoitlari bor. Xullas, bu domlarimizni birinchi etajda yashading nimayu 14-etajda yashading уже farqi nima desa, liftlarimiz bir zumda bitta chiqadi, bitta tushadi. Xullas, maza do'stlar. Adreslarimiz aniq bo'ldi. Bu yoqda avtobeket, ya'ni Do'stlik Kurgovoyda oldidan Qurmonjandarqa ko'chamizga ozgina kirganimizda Yasin kafesidan o'tib bilan o'ng qo'llarda bu yoqda Tabaka sentrga yetmasdan ushbu domlarimizdan mana hammanglarni kutib qolamiz do'stlar. Yana bir qo'shimcha ma'lumotlarni aytib o'tganlarga telefon nomeriga chalib yangira olsangizlar bo'ladi. Baringlarni kutib qolamiz do'stlar. Ammo rostdan yurakdan chiqqan gap, ammo havas qildim. Mana rasmda ko'rib уже xuddi na kopiya do'stlar. Rasmda qanday bo'lsa, xuddi shu holatga olib kelib beradigan domimizni yashashlik hammamizga ham nasib qilsin. Alsat kechi kanali o'zingizning jana sizning xizmatingizda.